Voy yetimchalar, yaxshimisizlar? Bugun sizlarga video обращение. Ko'proq siqilinglar, ko'proq ezilinglar, yig'langlar, arzimagan insonlarga oyog'iga yotib olinglar, xo'rlab yashanglar o'zinglarni. Bir kun kelib menga o'xshab o'sha yuraginglar kasal bo'lib, endi hamma narsaga yetganinglarda boshinglar taqillab tosh ketganda bilasizlar. Hayotinglar 2 marta beriladimi sizlarda, yetimlar? Yo ota-onalar kelib 2 marta tug'adimi sizlarda? Bo'ldi endi, bu kelishim xato edi, bu hayotda yashashim xato edi deb bunchalik o'zingizni siqavermang, onasi demsin. Siz ham Xudoni bir suygan bandasiz. Sizga ham aytgani bor. Ozgina sabr qiling. Mana bittasi menmi? Siqilib, yig'lanib, xorlanib, zorlanib, farzandlarim uchun tig'la, toshla, hamma yo'g'i talab birimni 2 qilgan qizman men. Nima bo'lyapman hozir? Yurag berib qo'ydik. O'shanga agar uzoqroq yashashni xohlasangiz, farzandlaringiz katta bo'lganda yonida yurishni xohlasangiz, kamroz qiling. Qazo qadaringizga ishoning. Hammasi yaxshi bo'lishiga, yaxshi kunlaringiz oldindaligiga ishoning. Bitta yosh bola bo'lib bu narsalarni tushunmagan menman. Bu narsalarni tushunganimda yoshim 29 da edi. Uje men orttirib bo'lgan kasallarim bor edi. Так что hali yosh bo'lsangiz, sal ko'ngilli kengroq qilavering. Siz harakatini qiling, Alloh barakasini beradi. Yana o'zingizlar bilasizlar. Videoni saqlab qo'ying, podpiska bosing. Boshqa videolarni ham kutib qoling. Ertadan больницада yotamiz. Вот такие дела вот. Sog'lik, salomatlik hammaga.